Bu ko'rgazma ekologiya uchun barchamiz mas'ulmiz ko'rgazmasi. Ekologiya mavzusida tayyorlangan ko'rgazma. Xo'p, qisqacha tanishtirib o'taman. Xo'p. Yuqori qismida mana ekologiya uchun barchamiz mas'ulmiz yozuvi. Xo'p, uni pastida 3 ta test cho'ntakchasi. Bu yerda qum soati ifodalangan. O'rtada yer shari. Bu tomonda unduv belgisi va svet yonishi uchun tirnoqchalar o'rnatilgan. Xo'p, tekshirib ko'ramiz svetlar yonishini. Xo'p. Birinchi testlar tekshiramiz. Hammasi hozircha A variantiga ulangan. Endi mana bu svetlarni tekshirib ko'ramiz. Bu yerda mana sanoat, chiqindilar, avtomobillar, o'rmon yong'ini deb yozilgan. Bu ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar. Birinchisi mana sanoat. Mana. Ikkinchisi chiqindilar. Uchinchisi avtomobillar. To'rtinchisi o'rmon yong'inlari. Bu kontrolni, ya'ni batareyani almashtirganda shunga yoqib ilib qo'yiladi-da, batareyka almashtirilaveradi. Foydalanilmagan paytda mana bu yerga ilib qo'yiladi. Bular ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar. Penopleksdan qirqib yopishtirilgan. Yer shari ham penopleksdan qirqib yopishtirilgan. Xo'p, tog'lar, bular ham penopleksdan qirqib yopishtirilgan. Xo'p. Endi plastik bilan tanishtiraman. Bu yerda mana ozon qatlami yemirilishi, cho'llanish, chuchuk suv tanqisligi, o'rmonsizlanish. Bu yerda Orol dengizi tasvirlangan. Orol dengizining qurib borishi, Amudaryo va Sirdaryo. Mana daryolar kelib, Sirdaryo Orol dengiziga umuman yetib bormayapti. Bu yerda yashil daraxtlar, bu yerda cho'llanish, ya'ni daraxtlarda quriganligi ifodalangan. Xo'p. Bu tomonimizda zakovat o'yini, ya'ni zakovat o'yinidan foydalanish uchun mana bu batareykalari mana bu simchani mana bu yerga tekkiziladi mana. Mana. Xuddi mana shu usulda mana bunday qilib mana buni tekkizib turib aylantiriladi. Strelka qaysi raqamga tushsa, o'sha raqamdagi savolga javob beradi o'quvchi. Agar T harfiga tushadigan bo'lsa, unda yuqoridagi testlardan yechadi. Bu yerda mana Buyurtmachi tumani maktab nomeri yozilgan. Bu tomonda ekologiyani tiklash uchun omillar ko'rsatilgan. Ya'ni atrof muhitni toza tutish, sanoat chiqindilarini ozaytirish, ekologiyani saqlash uchun ilmiy jihatdan yondashish, energiyani muqobil variantlariga o'tish va o'rmonzorlarni ko'paytirish. Ko'rgazmani qisqacha ta'rifi shundan iborat. Test variantlarini orqa tomondan almashtirsa bo'ladi mana bu testlarni. Mana ko'rgazmani orqa tomonini ko'ramiz hozir. Mana ko'rgazmani orqa tomonida mana bu yerda mana bu tirnoqchalarda mana sim o'rab qo'yilgan mana bu sim. Shu simni bo'shatib turib xohlagan variantga almashtirsa bo'ladi. Uchala test ham xuddi mana shunday. Ko'rgazmani qisqacha ta'rifi shundan iborat. Bu o'sha maktablar va institutlar uchun mo'ljallangan ko'rgazma.